Makka Mukarramani tom qismidamiz. Bu joyda bomdod namozini ozgina vaqtliroq o'qiydi. Bomdod namozidan keyin hamma sekin mehmonxonalarga tarqashni boshlaydi. Ko'pchilik quyosh chiqishini kutib o'tiradi. Qur'on o'qib, bomdod namozini o'qib bo'lganimizga taxminan yarim soat atrofida bo'ldi vaqt. Ammo mana hali ko'pchilik joyda o'tiribdi. Bu joyda ko'pchilik o'tiribdi, yotibdi. Qur'on o'qiyapti. Quyosh chiqqandan keyin turib ketishni boshlaydi. O bino ko'ryapsizlarmi? Ana shu vallohu alam eng baland masjid deb ana shu joydagina ekan, to'g'ridagi. Ikkita masjid, ikkita bino tutashgan joyda masjid bor ekan. Hali men o'zim chiqib ko'rgam yo'q, shunaqa ma'lumot oldik. Mana soatimiz. Hozir biz haramda tom qismidamiz.